خب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب bugun sizlar bilan Xudo xolasa Fotiha surasini umumiy grammatik shaklini ko'rib chiqamiz. Juda ham chuqurlashmaymiz, lekin qisqacha kirishadigan joygacha kirib, masalan balog'aviy yoki boshqa jihatlariga uncha chuqurlashib o'tirmaymiz. Asosiy o'zimizga kerak bo'lgan sarf nahv jihatdan ko'rib chiqamiz, ya'ni grammatik tahlil qilamiz Xudo xolasa. Bismillah, boshlaymiz bo'lmasa. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin. Xo'p, mana shu yerdan boshlaymiz bo'lmasa. Bismillahda o'tgan safar sizlar bilan umumiy tahlilni ko'rib chiqqanmiz. Bu yerda bo harfi bir qancha ma'noga egaligini ko'rganmiz. Undan keyin ism haqida gaplashganmiz. Undan keyin Alloh lafzlari haqida gaplashganmiz. Rohman Rohim haqida gaplashganmiz. Bundan oldingi videoni ko'rsanglar, u yerda mana shu haqida gaplashganmiz. Endi bugun nima haqida gaplashamiz? Bugun alhamdu kalimasidan boshlaymiz Xudo xolasa. Bismillah. Alhamduda mana bu alif lom turibdi birinchi o'rinda. Bu alif lom endi alif lomda ham turlari bor-da. Masalan, alif lom turlarini ko'rib chiqamiz va bu qaysinga tushadi? Qaysinga tushadi yoki qaysinga tushmaydi? Ana shuni bir qisqacha gaplashamiz. Alif lomda 3 xil turi bor. Masalan, ahadiyya bor, keyin jinsiyya bor. Jinsiyani ham haqiqisi bor, jinsiyali istig'roqiyasi ham bor. Undan keyin ahadiyyani o'zi 3 turga bo'linib ketadi. Zikriyya, zehniyya, huduriyya bo'ladi. Masalan, bunga misollar keltirib o'tib ketaman qisqacha. Buni alif lomda masalan ahadiyyani zehniyasiga kiradigani, masalan aytamanki ishtaroytu kitaban deyman. Bir kitob sotib oldim. Summa bi'atul kitaba deyapman. So'ngra kitobni sotdim. Mana shu bi'atul kitabadagi, ya'ni kitobdagi alif lom zehniyya. Chunki men boya mana shu bi'atu kalimasidan, ya'ni shu gapdan oldin gapirgan ishtaroytu kitaban degan gapimda ifodalab kelyapti bu yerdagi alif lom. Ya'ni boyagi sotib olgan kitobimni sotib oldim degan ma'noda. Endi zikriyasi mana shu bo'ladi. Zehniyasi qanaqa bo'ladi? Masalan, siz bilan biroz oldin masalan qozi haqida gaplashib turgan, masalan ja'al qodi desa, siz bilan biroz oldin qozi haqida gaplashib turgan bo'lsam, ya'ni umumiy mana shu haqida mavzu bo'lgan bo'lsa, qozi keldi desam, siz aynan o'sha qozini tushunasiz. Ya'ni boshqa qaysi demasiz, qaysi keldi, nimaga keldi degan savol bo'lmaydi. Siz aynan men aytayotgan, men nazarda tutgan, meni hayolimdagi o'sha qozini tushunasiz. Mana shu zehniya deyiladi. Endi huduriyya qanaqa bo'ladi deysiz, masalan quyosh chiqdi. Yoki quyosh men quyoshdan salqinlandim yoki quyoshdan qochdim. Mana shu umumiy hozir va nozir bo'lib turgan quyoshdagi ash-shamsu kalimasidagi alif lom huduriy bo'ladi yoki aghliqil bab deganda aghliqil bab, ana shu babdagi alif lom huduriy bo'ladi. Chunki uyda o'tirgan bo'lsak, bitta eshik ochiq turgan bo'lsa, zotan hamma ko'rib turibdi, hozir va nozir bo'lib turibdi, aghliqil bab desa bitta shuni tushuniladi. Xo'p, endi jinsiyya bilan jinsiyya istig'roqiyya bor. Uni qanday tushunamiz? Masalan, jinsiyada umumiy jins nazarda tutiladi. Istig'roqiyada hammasini ichiga qamrab oladi. Hozir misollarda tushunasizlar buni ham. Endi buni ko'pchiliginglar bilsanglar kerak, bilmaydiganlar yangiligi bo'lsa, umumiy buni o'zimiz darslarimizda hammasida ikkir-chikirigacha bayon qilib o'tamiz. Qo'shimchalar hozir men 2-3 ta alif lomda, ya'ni 2-3 ta ma'noni sanab o'tgan bo'ldim. Masalan, jinsiyada nima desa bo'ladi? Masalan, oyatda ham bor hattoki istaizu billah ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa, ya'ni erkaklar ayollardan quvvatliroqdirlar degani mana shu joyda umumiy ayol jinsi nazarda tutiladi. Ya'ni mana shu yerda masalan buni qanday ajratib olamiz? Istig'roq bilan jizsiz, istig'roqiyada kul degan kalimani qo'shasiz. Ya'ni kullu shay bo'ladi. Jins o'zida ba'du shay bo'ladi.
Masalan, endi bu yerda jinsiya dedik, ya'ni ba'dun nisaga to'g'ri keladi. Ba'zi ayollardan erkaklar kuchliroqdir. Masalan, bo'lishi mumkin-ku, masalan, bitta nozikroq erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, bir zabardast ayol ketib, bitta urib uxlatib qo'yishi mumkin, to'g'rimi? Ko'rganmiz buni. Nima deydi? Hayotimizda bor. Bu yerda umumiy jamiki ayollardan deyilmayapti, ya'ni ayol zotidan, ayol jinsidan ko'ra kuchliroqdir deb jins nazarda tutilyapti. Tushunarli, bu umumiy olganda erkak ayoldan kuchliroq bo'ladi, ayol erkakka nisbatan zaifroq bo'ladi degan maqsad qilingan bu yerda. Tushunarli? Ya'ni mana shu alif lomdan biz buni xulosa qilamiz. Endi istig'roqiya qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsa, istig'roqiyadagi alif lom nima desam ekan? Kul degan kalimani qo'shamiz. Ya'ni kulli shay deymiz. Masalan, unga misol xuliqol insanu doifa oyatini olamiz. Ya'ni mana shu yerda inson zaif qilib yaratildi, ya'ni zaif holda yaratildi. Ya'ni bu yerda ba'zi insonlarmi? Yo'q, umumiy jamiki inson zoti zaif holda yaratildi. Mana shu yerdagi inson al-insani xuliqol insanudagi alif lom jamiki insonlarni o'ziga qamarab oladi. Mana shu yerdan ma'nosini olamiz. Mana shu hattoki mana shu boshlanib turgandagi alif lomni o'zginasi bizga nima deydi? Nima ma'no olishligimizni nima deydi? Qanday tarjima berishimiz kerak, qanday ma'no berishimiz kerak, buni qanday tushunishimiz kerak? Mana shuni ma'nolarini bilmaydigan bo'lsangiz, biz mana shu yerdan xato qilishda boshlaymiz. Tushunarli-a? Demak, biz buni hamma tarafini o'rganishimiz kerak. Endi buni juda ham ko'p qilamiz. Masalan, fe'lga qo'shilib kelgan holati ham bor. Endi buni ikir-chikirgacha oxirigacha kirishmay qo'ya qoling, videomiz cho'zilib ketib qoladi. Masalan, she'rlarda keladi at-turdo, ya'ni turdo degan fe'lga alif lom kirib qolgan bo'ladi. Zoyda bo'ladi endi bu yerda albatta. Undan keyin lila mahal asl uchun ham keladi bu alif lom. Masalan, Abbos degan ism bor, to'g'rimi? Abbas degani o'sha nima deydi? O'sha yuzi xo'mraygan narsa bo'lgan kishini aytadi. Agar bir insonni nima deydi? Ismi ham Abbos bo'lib turib, o'sha ismi jismiga mos bo'lib turib, yuzi ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa, al-Abbas deyishlik joiz bo'lar ekan. Mana shu yerda lila mahal asl deyilar ekan. Ya'ni lila mahal asl turiga mana shu kiradi. Qachonki bir insonni nima deydi? Yuz ko'rinishiga ana shu qo'yilgan ismi mos keladigan bo'lsa, o'sha yerdagi alif lom, ya'ni al-Abbas deb ishlatsa bo'lsa, ya'ni ummi Abbas emas, balki al-Abbas deb ishlatsa bo'ladi va o'sha alif lomdan o'sha kishini ismi, ya'ni jismi ismiga mosligini ifodalash mumkin. Ya'ni bilib olishimiz mumkin shundan. Masalan, Hasan degan bola bor. Hasanni o'zi chiroyli bola, haqiqatan ham, ya'ni ismi jismiga mos chiroyli bola bo'ladigan bo'lsa, Al-Hasan deb qo'ygan bo'lsa, otasi uni. Ya'ni bitta sharti bor, mana shu yerda shart qilinadi, otasi qo'yishlik kerak uni ismini. Haqiqatan eminni nima demoqchiman, otasi onasi farqi yo'q, umumiy o'sha qo'yilgan bo'lishligi kerak alam qilib. Masalan, Al-Abbas yoki Al-Hasan deb qo'yilgan bo'lishligi kerak bu yerda. Ana shu qo'yilganda haqiqatan ham jismi ismiga mos kelib turib chiroyli bola bo'ladigan bo'lsa, Al-Hasan desa mana shu yerdagi alif lam lil mahal bo'lar ekan. Endi buni ham qisqacha aytib o'tgim keldi. Esimga kelgani uchun aytib ketyapman. Endi buni boshqacha turlari ham bor. Ularni xudo xolasa darslarimizda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni alif lam mavzusida. Hamd keladigan bo'lsa, hamd nima bu? Hamd qanaqa kalima? Buni hammasini nima deydi, ko'rib chiqamiz. Masalan, alhamdu deydi. Bu yerdagi alif lomni aytib o'tib ketaylik. Alif lom bu yerda ya'ni istig'roqiy kiradi. Ya'ni jamiki hamd sanoga qo'shilganligi uchun bu jamiki hamd sanolar, maqtovlar barchasi sabitun aw wajibun lillahi robbil alamin. Bu yerda gap mubtado bo'ladi. Bu yerda keyin xabar taqdir qilinadi. Masalan, sabitun ya'ni sobitdir yoki vajibun vojibdir Alloh taologa. Ya'ni olamlarning Robbisi Alloh taologa vojibdir yoki sobitdir degan xabar taqdir qilinadi. Endi bu jumlamizda umumiy jumla ibtido bo'lganligi uchun endi buni biz duoiya deb olganligimiz uchun la mahalla laha minal i'rob deb aytamiz. Alhamdulillahi, ya'ni alhamdu sabitun lillahi robbil alamin yoki alhamdu vajibun lillahi robbil alamin bo'ladi bu yerda.
Ya'ni jamiki jamiki barcha maqtovlar, hamd sanolar olamlarning Robbisi bo'lmish Alloh taolo ustida, ya'ni Alloh taolo uchun sobitdir, Alloh taolo uchun vojibdir hamd aytishlik. Ya'ni shunaqa ma'noda qilinadi, lekin duoga o'tgandan keyin olamlarning Robbisi Alloh taolo, ya'ni barcha hamd sanolar olamlarning Robbisi Alloh taologa bo'lsin. Ya'ni Alloh taolonikidir turib ma'no bersak bo'ladi. Xo'p, endi hamd kalimasiga keladigan bo'lsak, hamd kalimasi bu yer alhamdu mubtada marfu bo'ladi, alamatu rafihi ad-dammatu zohiratu ala axirih, ya'ni oxirida zammasi ko'rinib turibdi buni. Endi lillahga keladigan bo'lsa, lillah haqida gaplashganmiz oldin, esinglarda bo'lsa, ya'ni bismillahda Alloh lafzi bo'lganligi uchun buni u yerda gaplashib o'tib ketganmiz. O't ko'rishlar, yana bunga to'xtalgim kelmadi. Nimaga? Sizlarni zeriktirib qo'ymaslik uchun. Jar majrur mutaalliq bi mahzuf xabar li mubtada taqdiruhu sabit bo'ladi yoki vajib bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi mana bu Alloh kalimasidagi jor majrur qayerga bo'ladi deydigan bo'lsa, ya'ni jor majrur qayerga mutaalliq, chunki jor majrur doim ta'alluq topishlik kerak. Qayerga mutaalliq bo'ladi deydigan bo'lsa, sabitun yoki vajibunga mutaalliq bo'ladi. Tushunarli? Ana endi rob kalimasini olamiz. Rob kalimasi bunga sifat bo'ladi. Masalan, lazjolarga sifat bo'ladi. I'robda unga ergashadi. Ya'ni mana shu jar alomatlikda uni alomati kasra mana jar turibdi. Endi bunga to'xtalishimiz mumkin. Masalan, harfda masalan sarfiga to'xtaladigan bo'lsak, bu masdar bo'ladi. Masdar samoiy deyiladi bu. Ya masalan hamidadan chiqqanmi deyishingiz mumkin yoki hamadami? Bu hamada yahmidu, ya'ni yo'q, uzr uzalashmaydi. Hamada yahmududan chiqqan bo'ladi. Bu ya'ni nasara yansuru bobidan chiqqan bo'ladi. Xo'p, va buni ayni barobari sukunli masdar hamdun. Hamdun ilahi vajibun li zatihi va shukruhu ala ulahibatihi. She'rlarda ham keladi bu. Endi rob kalimasiga kelganimizda, rob kalimasi bu ham masdar, ya'ni robba yarubbudan, bu ham nasara bobidan, ikkalasi ham nasara bobidan kelyapti. Endi ba'zi bir ulamolar buni boshqa nima deydi, boblardan ijtihod qilishgan bo'lishi mumkin, lekin bizda juda ham ko'plab nima deydi, haqiqatan ham mos keladigan, haqiqatan ham ma'noga to'g'ri tushadigan va ko'p katta ulamolarimizni kitoblarida, masalan shu qatori masalan Jadval fi Arabil Qur'on degan kitob bor, Muhammad Sofiy nasara bobidan deb zikr qilgan o'zining kitobida. Tushunarli-a? Xo'p, endi alaminga keladigan bo'lsak, alamin bu yerda mudofun ilayhi bo'lyapti, alomati yo bo'lyapti. Chunki bu mulhaq jam muzakkar solimga. Mulhaq degani nima degani? Ergashuvchi degani. Bu jam muzakkar solimmi? Alamin. Masalan, alamun deydigan bo'lsak, jam muzakkar solimmi bu? Yo'q, jam muzakkar solim emas. Nimaga endi bunaqa bo'lyapti? Ya'ni jam muzakkar solim ko'rinishi turibdi. Chunki u mulhaq bunga. Buni jam muzakkar solim desak bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Nima uchun bo'lmaydi? Chunki jam muzakkar solim bo'lishi uchun jam muzakkar solim shartlariga to'g'ri kelishi kerak. Bu to'g'ri kelmaydi bu umuman. Masalan, alfiyani bilsanglar kerak, Alfiyat ibn Malik, ya'ni Ibn Malik o'zini shu alfiya mingtalik xulosasida, o'zi asli u kitob Kafiyatu Shafiya bo'lgan, unga xulosa qilib qisqartirib alfiyani yozganki, ana shunda keladi: ulu alamuna illiyuna va araduna shazda va sinuna va babuhu va mislahin qad yarid zalbab va huwa inda qawmin yattarid deb keltiradi. Undan oldin endi buni mulhaqligini tepadagi baytda masalan shibhi zayni va bihi yashiruna va babuhu ulhiqa va lahluna ulu alamuna keladi. Mana shu ta'lamuna, alamuna jam muzakkar solim mulhaqlaridan bo'ladi, ya'ni unga ergashadi. Chunki mana shu lar va mana shu bobdagilar mulhaq bo'ladi. Masalan, ahluna keltirgan, uluni keltirgan, alamuna, illiyuna keltirgan. Masalan, illiyuna ham jannatda qaysidir qayerdagi o'sha jannat eshigi nomida nomi uni mufradi yo'q. Ya'ni birlik yo'q, buni birlik kalima yo'q. Masalan, illiyuna bor xolosda endi bunda. Shuning uchun mulhaq bo'lib qo'ygan. Araduna
Bu ham shunaqa. Arodunali lekin sinunalariga bilan birga shozga kirib ketadi bu. Shoz mulhaqlarga kirib ketadi. Endi bularga to'xtalmaymiz. Endi masalan ichimizda yangilar ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Ular nima deyapti bu? Arab tili o'qimay qo'yarm ekan deb so'mkani ko'tarib ketib siqilib qolmasa endi bularga to'xtalmaymiz hozir. Lekin mana shunaqada bitta zo'r ma'lumot aytib ketaman sizlarga foyda bo'lishi uchun. Qarab turinglar-da mana. Endi jam muzakkar solimni bilsanglar, oxiriga masalan deylik alam davom eylaydi. Alam endi buni illatini aytib o'tib ketadigan bo'lsam, masalan alam bu jomid kalima bu. Ya'ni jinsda bu kalima masalan rojulga o'xshab turib. Bular jam muzakkar solimga bo'lmaydi. Ya'ni bular jam muzakkar solim bo'lishligi uchun shartlarga tushishligi, bu tushmaydi bu. Jomid kalimalar bular. Lekin bu jam muzakkar solimga o'xshab turib jamlanib qolgan. Shuning uchun bu jam muzakkar solim demaymiz buni, lekin jam muzakkar solimga o'xshab i'roblanadi, unga ergashadi i'robda deymiz. Endi bitta zo'r narsa bor. Bilsanglar, endi jam muzakkar solimga qaytadigan bo'lsak, jam muzakkar solimda endi kalimaga vav va nun qo'shiladi va nasb jarlik alomatlarida yo uni nima deydi, yo nasb jar alomati bo'ladi deganmiz, to'g'rimi? Masalan, deylik muslimun, muslimuna bo'ladi, muslimina, muslimina bo'ladi, to'g'rimi? Endi muslimunani muslimuni qilsangiz bo'ladi. Yoki mana shu alaminani alamini qilsangiz bo'ladi, muslimini qilsangiz bo'ladi. Alamunani alamuni desangiz bo'ladi. Nima uchun bo'ladi? Bunga dalil bormi? Bor. Chunki oldin arablarda qaysi qabilasi, masalan, ba'zilar Toy qabilasi deyshadi. Qabilalar ishlatgan shunaqa. Hattoki bunga dalil keltiradi Ibn Malik. Ya'ni mana shunga dalil bo'lishi kerak, chunki Ibn Malik aytayaptiki, o'zining alfiyasida va nuna majmu'in va ma bihi iltahafaftah va qalla man bi kasrihi nataq deyapti. Ya'ni mana shu jamda, ya'ni jam muzakkar solimda va unga ergashganlarda nunini fathali qilgan, ya'ni mana bu fathali turibdi, to'g'rimi? Fathali qilgan. Endi deyapti va qalla man bi kasri, endi buni kasrali qilib turib ishlatganlar ham bo'lgan, ya'ni kam bo'lgan deyapti, lekin bo'lgan. Mana shunaqa qilib ishlatib qo'ysangiz, agar mabodo siz misol tilingizdan chiqib ketib qoldimi, muslimini yoki muslimuni deb qo'ydingiz, misol adashib yoki boshqa narsa qilib, endi adashmas, rostdan dalilingiz bo'lishiga aytishgan. Nimaga bunaqa o'qiyapsan? Sen xato qilyapsan. Sen yo'q, men xato qilmayapman. Bunaqa arab qabilalarida ishlatilgan, bu arab tili sof fusxasida bor bu narsa. Daliling nima desa, Ibn Malikdan o'qib berasiz. Va nuna majmu'in va bihi taqaffafta va qallaman bi kasrihi deb o'qib berasiz bang'illatib. Endi unga ham dalil kerak deysiz. Endi shavohidlar bor bunga. Bunga shavohidlar bor shunaqa ishlatganlarga. Unga keyin johiliyatchilarda, shu muloqotlardan bo'lsin, boshqa qanaqalardan bo'lsin, dalillarni shaqillatib keltirib berasiz. Tamommi? Endi yana bitta bunga anaqa hali u tasniyalardachi deydigan bo'lsangiz, tasniyalarda ham shunaqa. Tasniyalarda masalan kasra bilan kelgan bo'lsa, masalan isnayni, isnatayni yoki ibnayni, ibnatayni keladi, to'g'rimi? Isnani, isnatani i bo'lib keladi, ya'ni ikkiliklarda mana shu i'ni aqib o'qisangiz bo'ladi, teskari qilib turib. Bunga nima deydi? Va nunu ma sunniya wal mulhaqi bihi bi aksi zaka istamaluhu fantabih deydi. Ya'ni bu yerda ikkilangan kalimani nuni va unga ergashgan, ya'ni mulhaqlarni aytayapti-da unga. Mulhaqlarda nuni mana shuni teskarisi bilan, ya'ni aksi bilan iste'mol qilinadi. Ya'ni siz masalan kalimatanini kalimatana, kitabani kitabana, kitabayna, muslimayna deb ishlatsangiz bo'lar ekan. Qarangda, bu qanchalik nima deydi? Kenglik bor, erkinlik bor. Prosta siz uni chuqur o'rganib, mohiyatini bilib, nima deydi, dalillarini siz yoddan bilishingiz kerak, yorib olgan bo'lishingiz kerak. Buni ishlatishlik uchun prosta. Endi sarf naqasi o'tdik buni, masalan, alamini gaplashuv. Endi biz keladimiz Ar-Rahmanir Rohim. Ar-Rahmanir Rohim ham na'at bo'ladi, ya'ni sifat bo'ladi. Na'at deganda men sifat nazarda tutyapman. Alloh taologa sifat bo'lyapti.
Endi Rohman bilan Rohimni farqini men tushuntirib berganman bismillahda. Chunki bismillahda bu ikki kalima bor. Uni farqini o'sha oldingi darsda bilib olishinglar mumkin. Video uzoqlashib ko'p gapirib yuboryapman. Mavzudan chiqib ketib qolyaptigan bo'lsam uzr so'rayman. Shunaqa. Buni oldingi videoda ko'rib olishinglar mumkin. Endi Maliki yawmiddin, Maliki sifat bo'ladi bu ham. Ya'ni endi bitta tarjima qiladigan bo'lsak, mehribon va rahimli olamlarning Robbisi bo'lmish Alloh taologa hamd, ya'ni jamiki hamd sanolar mehribon va rahimli olamlarning Robbisi bo'lmish Alloh taologa bo'lsin deb aytamiz. Endi bu yerda Maliki yawmiddinda murod nima? Ism foil bo'lyapti bu yerda. Masalan bu ham malaka yamlikudan bo'ladi, ya'ni birinchi naqadan bo'ladi. Tepadagi masdarlarda biz fa'ala yaf'uludan olyapmiz bo'lsak, endi bu fa'ala yaf'iludan keladi. Ya'ni daraba yadribu bobidan kelyapti bu birinchi bobda. Bu tepadagilar ikkinchi bobdan kelyapti. Ya'ni nasara yansuru bobidan kelayotganda. Ya'ni sarf o'qiganlar hozir men aytib turgan terminlar tushunayotgan bo'lsa kerak istilohlarda. Endi bunga keladigan bo'lsak, ism foil vaznida turibdi. Bu, ya'ni sarf jihatdan oladigan bo'lsak, bu bunga sifat bo'lyapti. Ya'ni bu mana Alloh taolo naqasiga sifat bo'lyapti, keyingi sifati bo'lyapti. Alomati ko'rinib turibdi. Muzof, muzofun ilayh alomati ko'rinib turibdi. Bu ham muzofun muzof bo'lyapti. Bu alomati ko'rinib turibdi mana. Xo'p, endi buni sarf jihatiga kirishadigan bo'lsak, sifat mushabbaha bo'ladi bu. Ism foil mana ekan o'kidan, lekin sifat mushabbaha ma'nosida bo'ladi. Ya'ni davomiy mulkiylikka nima deydi? Dalolat qiladi. Ya'ni lafzi ism foil vaznida turibdi, lekin bu sifat mushabbahaga, ya'ni sifat mushabbaha bilsanglar doimiylikka dalolat qilardi. Mana shu narsaga dalolat qiladi. Ya'ni sifat mushabbaha ma'nosida kelyapti deymiz. Tushunarli buni? Bobi daroba yadrib bobidan dedik. Endi buni jami, misol malikda jami mullak bo'ladi yoki mullak desa ham bo'ladi. Ya'ni alifsiz ham aytsak bo'ladi yoki malikun desa ham bo'ladi buni. Tushunarli? Endi yawm kalimasiga o'tgan bo'lsak, yawm kalimasi vaqt, ya'ni kun degani, yawm degani kun degani. Endi buni qanaqa, ya'ni chegarasini, ya'ni muhaddad chegarasini oladigan bo'lsak, quyosh chiqqan paytdan boshlab, ya'ni chiqqan paytda to botishlikgacha bo'lgan narsada tutiladi. Endi bu yerda yawmiddindan murod bu biz bilayotgan naqa emas, balki qiyomat kuni nazarda tutilyapti. Endi bu yerda endi buni jami ayyam bo'ladi. Endi jamul jami bor buni. Ya'ni buni jami ayyam bo'lsa, mana shu ayyamda ham jami bor. Uni ham jami ayavim bo'ladi. Bu yerda yo'q, o'sha qaytib keladi. Yawmda yo'q, qaytib keladi. Xullas, endi dinga keladigan bo'lsak, bu dana yadinudan masdar bo'ladi bu. Ya'ni daraba yadribu, ya'ni fa'ala yaf'iludan bu ajvaf fe'ldan chiqqan masdar bo'ladi. Bu yana nimani aytishimiz mumkin bu yerda? Xo'p, keyingisiga o'tsa ham bo'lar ekan. Endi buni tarkib naqalarni aytdik. Muzofun ilay bu bunga sifat bo'ladi. Ya'ni Alloh naqasiga sifat bo'lyapti bu. Iyyaka na'budu va iyyaka. Endi mana shu yerdan yangi gap boshlandi endi. Mana shu yerda yangi gap boshlandi. Iyyaka na'budu. Bilsanglar, bu yerda faqat g'oyib ketyapti. Endi g'oyibdan mutakallimga o'tib ketyapti. Muxotobga o'tib ketyapti, uzr. Muxotab. Iyyaka na'budu, nahnu na'buduka faqat degan ma'noda, ya'ni iyyaka na'budu degani faqatgina senga ibodat qilamiz. Iyyakaga to'xtaladigan bo'lsak, bu iyyaka maf'ulun bihi, ya'ni domir bariz munfasil bo'ladi, mabni alal fath bo'ladi bu, ya'ni fathaga mabni bu kalima. Mahalla, ya'ni mahalla nasb bo'ladi buni, maf'ulun bihi muqaddam bo'ladi bu. Ya'ni maf'ulun bihini o'rnini bilsanglar, o'zi fe'ldan keyin kelish kerak. Ya'ni fe'ldan keyin kelganda ham foildan keyin kelish kerak o'zi asli. Foildan keyin kelish kerak, lekin bu yerda foildan ham fe'ldan ham oldinga o'tib ketyapti bu. Shuning uchun maf'ulun bihi muqaddam domir bariz munfasil deyiladi. Xo'p, endi bu iyyani o'zini oladigan bo'lsak, buni mana iyyakani olib tashlab iyyani o'zini oladigan bo'lsak, iyyani o'zidan domir mabni bo'ladi. Mahallan nas maf'ulun bihi, kaf bo'lsa kaf muxtob bo'ladi, kaful xitob. Masalan, sen deb aytamiz, xitob qilamiz. Mana shu kaful xitob deyiladi. Xo'p,
kaful xitob bo'ladi, harful xitob bo'ladi. Endi bu kaf. Endi na'buduga o'tadigan bo'lsa, yana fe'lul muzori marfu alamati raf ko'rinib turibdi. Buni foili domir mustatir vujuban taqdiruhu nahnu. Ya'ni buni taqdirida nahnu biz degan naqa bor, foil bor. Buni qayerdan bilib olamiz? Bu nedan bilib olamiz? Chunki muzoriyat harfidan buni biz bilib olyapmiz. Buni taqdiran vujuban taqdiri nahnu bo'ladi buni. Javaz emas. Endi g'oyib fe'llarda masalan yadribu degan fe'llarda yoki ayol kishi masalan tadribu deganda unda javazan taqdiruhu huwa yoki hiya desak bo'lardi bu yerda, lekin vujuban taqdiruhu ana vujuban taqdiruhu nahnu deb aytamiz. Tushunarli bu yerda. Endi buni jumla oladigan bo'lsak, jumla mahallan la min al-i'rob deyiladi. Mahallan i'robda o'rni yo'q. Ya'ni bu jumlada i'robda o'rni yo'q. La mahalla laha min al-i'rob. Chunki istinofiya bu chunki. Menimcha buni tushunasizlar. Endi iyyaka nasta'in ham xuddi shunaqa i'rob qilinadi. Bunga atf qilinadi. Bu atf bunga ma'tuf bo'ladi. Xuddi shunaqa iyyaka mana shunday i'rob qilinadi. Endi buni hasr, endi balog'iy naqasi bor. Masalan, na'buduka bilan iyyaka na'budu nima farqi bor deydigan bo'lsanglar, na'buduka degani senga na'buduka degani senga ibodat qilamiz degani. Endi iyyaka na'budu degani faqatgina senga ibodat qilamiz degani. Masalan, na'budukada na'buduka deydigan bo'lsa, ya'ni zamirni fe'lni o'ziga qo'shib qo'yadigan bo'lsak, biz nima deydi? Biz senga ibodat qilamiz, sendan boshqasiga ibodat qilishimiz ehtimoli bormi? Bor. Shunaqa ma'no kelib chiqadi. Agar siz kimgadir masalan sevgilingizga uhibbuki deydigan bo'lsangiz, men seni sevaman deydigan bo'lsangiz, undan boshqasini sevish ehtimoli bormi? Bor bo'ladi. Agar undan boshqasini sevish ehtimoli yo'q bo'lsa, siz iyyaki uhibbu deb aytishingizga to'g'ri keladi. Shunaqa. Endi bu nima deydi? Albatta bu uylanganlar o'zini ayoqlaga mana shunaqa desa yaxshi. Oldin haligi bir arab birodarimizni naqasi bor edi-yu, hikoyasini eshitgan bo'lsanglar kerak. Siz meni sevasizmi? Desa, ha, sevaman. Ana uhibbuki desa, xafa bo'laveradi-yu. Nimaga desa, meni sevasiz, mendan boshqasini sevish ehtimolingiz bor. Agar mendan boshqasini sevish ehtimoli bo'lmaganda, iyyaki uhibbu deb aytgan bo'lardingiz deydi-yu. O'shanday. Agar mana shu ham nima deydi, grammatikani yaxshi bilgandan, narsa qilgandan ehtimolliklarni chetlatib o'tmaydi. Hech qanaqa ehtimol qolmaydi. Bu yerda ham xuddi shunaqangi iyyaka na'budu deganda sendan boshqasiga ibodat qilmaymiz, faqatgina senga ibodat qilamiz degan ma'noni beradi bu 100%. Va iyyaka nasta'in, ista'ana yasta'inu. Iyyaka nasta'in ham xuddi shunga o'xshab i'rob qilinadi, tarkibi bir xil. Endi bu yerda biz e'tibor qaratadigan joyimiz, endi bu jumla mahalla ma'tuf bo'lgandan keyin buni ham mahallada o'rni yo'q bo'ladi, chunki o'zining oldiga ham ma'tuf. Endi nasta'inga keladigan bo'lsak, nasta'in fe'li nimadan chiqqan? Sarfini ham ko'rib ketaylik. Endi chunki biz faqat endi nahvu jihatdan olmasa, sarfini ham ko'rib ketaylik. Nasta'in fe'li endi bu yerda elol bor, ishlatilgan, elol ishlatilgan. O'zi nima bo'lgan buni asli? Nasta'winu bo'lgan buni asli. Ya'ni ista'wana yasta'vinu bo'lgan. Bu yerda nasta'vinu. Ya'ni bu ista'ana yasta'inu bo'lishdan oldin bu ista'wana yasta'vinu bo'lgan. Muzoriyatda masalan yasta'vinuda, nasta'vinuda qanaqa bo'lgan? Oldin v dagi kasra bo'lgan. Kasra vav illatli harf, kasra bunga og'ir keladi u. To'g'rimi? Og'ir keladi-da, o'zidan oldingi sukunli bo'lgan aynga olib beradi buni. Kasrasini olib bergandan keyin bu sukun qolib ketadi bu. Ya'ni nasta'ivnu bo'lib qoladi. Nasta'ivnu deyishlik, ya'ni kasradan tepaga chiqishlik bo'lganligi uchun vovni yoga qalb qilinadi. Mana shu elol deyiladi. Tushunarlimi? Mana shundan keyin nasta'inu, yasta'inu, tasta'inu, ana asta'inu mana shunaqangi vazn hosil bo'ladi. Ista'ana yasta'inu fe'li hosil bo'ladi. Hozir endi men qisqacha qilman shu muzoriyat ko'rinishini, ya'ni muzori fe'lini qanday yasashligini ko'rsatib o'tib ketdim, aytib o'tib ketdim qisqacha.
Endi bu albatta biz dasturlarimizda o'qiyotgan bolalar bor. Ikkir-chikirigacha boshidan boshlab narsa qilinadi. Qanday yasaladi, nima bo'ladi, qanday o'tadi, nima sababdan bo'ladi, illatlarini hammasi o'rgatiladi. Sizlar ham o'rganishlar mumkin bemalol. Ihdinaga keldik. Ihdinada ham elol bor. Hozir buni ham ko'rib chiqamiz endi buni. Ihdinada ham elol bor. Buni ham hozir ko'rib chiqamiz. Ihdinada fe'l amr bu. Duoya bo'ladi. Mabni ala hazf harfi illa. Ya'ni bu yerda hazf harfi illa bor. Nima bor? Endi bu yerdagi na domir muttasil mabni ala ya'ni mabni fi mahalli nasb maf'ulun bihi bo'ladi. Mabni kalima chunki bu na zamirku bu. Mabni kalimalardan nasb o'rnida turibdi. Nimaga? Maf'ulun bihi o'rnida turganligi uchun ihdina ya'ni bizni hidoyat qil Robbim. Ya Robbim bizni hidoyat qil. Bizni beryapti mana shu na. Ya'ni bizni beryapti bu yerda. Xo'p, endi sirotol mustaqim kelganimiz maf'ulun bihi sani, ya'ni ikkinchi maf'ul bu. Ya'ni ihdina ikkita. Bizga deyapti. Bizni hidoyat qil nima? Ya'ni bizga mana buni, ya'ni to'g'ri yo'lni hidoyat qilib ber deyapti. Ya'ni to'g'ri yo'lni ber bizga deyapti. Sirotol ladzina an'amta alayhim g'oyril mag'dubi alayhim valaddallin. Endi bu sirot buni badal. Endi sirotaga qisqacha to'xtalamiz. Bu yerdagi alif lam nima? Mana bu yerdagi alif lam nima? Mana bu yerdagi alif lam nima? Sizlarga vazifa nima deydi? Sizlarga uyga vazifa bir qiziqib o'zingizlar ko'ringlar. Nimaligini. Men aytib o'tib ketmadim bularda. Sizlar shu qanaqa alif lamligini ko'ringlar. Nimaga to'g'ri keladi bu biz gaplashib o'tgan alif lamlardan yoki biz gaplashmasdan qoldirib ketgan alif lamlarning qaysi biriga to'g'ri keladi? Xo'p, sirot o'zi bu sin bilan bo'lgan asli. Endi bu mana bu to bilan ittifoq bo'lganligi uchun sotga o'zgartirilgan. Endi buni bir qancha naqalari bor. Endi hattoki sirot degan naqa ham bor deyshadi. Nima deydi? Jomid ism bor deyshadi. Bir qancha qovullar bor, lekin biz mana shu sinni sotga qalb bo'lgan degan qovulni olamiz. Masalalarni qo'yib mana shu. Yo'l degani bu. Yo'l degani mustaqim to'g'ri degani. Mustaqim ham istaqoma yastaqimu. Mana istanasta'inu o'xshab bu ham xuddi shunaqa istaqomadan chiqqan. Chunki qomadan chiqqan bu. Istaqoma bo'lgandan keyin bu yerda albatta vov bo'ladi bu yerda akalar. Vov bo'lgandan keyin mustaqvimu bo'lgan, ya'ni al-mustaqvima, ya'ni mana shu nima deydi? Ko'rinishga soladigan bo'lsa, mustaqvima bo'lganda bu yerda vovni kasrasini oldiga olganmiz, keyin bu sukun bo'lgan, keyin bu sukunli vovni yoga shliq etib turib qalqib qo'yganmiz. Bo'ldi, intahal kalam, matal kalam. Mustaqim bo'lib qoldi keyin. Tushunarlimi akalar? Buni sarfiga kiradigan bo'lsak, sarfi shunaqa. Istaf'ala vaznida bo'lib turib, istaqoma yastaqimu ko'rinishida keldi bu, hosil bo'ldi. Endi bu ham badal bo'ladi, monondan badal bo'ladi. Endi sirotodan. Bu mononga maf'ul edi. Endi bu monondan badal bo'lyapti. Buni yoritib beryapti bu. Ya'ni sen ularga ne'mat qilib bergan kishilarning yo'lini ber. Ya'ni to'g'ri yo'lni ber bizga. Ya'ni to'g'ri yo'lga hidoyat qil demoqchi. To'g'ri yo'lga bizni hidoyat qil Robbim. Sen ularga ne'mat qilib bergan insonlarni yo'lini hidoyat qilib ber. Ya'ni g'azabga uchraganlarni emas va nima adashganlarni ham emas. Endi bu yerda g'oyir nima? Alayhim to'xtab turinglar, shuni alayhimni aytib o'tib ketaylik. Allazina bu yerda mudofin ilayh bo'lyapti. Bu mavsula, silasi an'amta alayhim jumlasi bo'lyapti. Buni silasi. Endi buni i'robi fi mahalli jar bo'ladi. Nimaga? Mudofin ilayh bo'lganligi uchun. Buni i'rob bu allazina mabniga bo'lgan bu i'robi ko'rinmaydi. Endi buni nima deydi? Alomati yo deydiganlar ham bor. Uni ham gaplashib o'tamiz keyinchalik inshaalloh. Lekin mabni kalimalarga qo'shganmiz biz. Lekin buni alomati yo allazana bo'ladi. Nima? Allazani, allazina, allazani. Ya'ni buni ham bir qancha ko'rinishlari bor-da, vafshi ko'p. O'shalardan nima deydi? Buni ham mulhaqlarga tiqib olib turib, alomati yo deydiganlar bor. Ularni ham gaplashib o'tamiz, xudo xolasa. Ya'ni nima deydi? Kirishsak kirish ketaveramiz ichkariga bir qancha turlarini ko'rib bu. Videomiz cho'zilib ketib qolmasin. Sizlardan nima deydi? Shuncha narsani o'rganishim kerak ham miyada esda qolmayapti, siqilib qolib, sekin so'mkani ko'tarib, bo'ldi men o'qimayman, ketdim Rossiyaga deb narsa qilishinglarni xohlamayman.
Ya'ni ilmdan bezib qolmanglar. Yengil ko'rib ketaverik. Hozir ham chuqurlashib narsa qilganimiz yo'q. Yengil ko'rib ketyapmiz. Imkon qadar chuqurlasak, balog'atiga, mohiyatiga, maqsadiga kirishib ketib qolsak, u ancha soatlar qolib ketamiz, xudo xohlasa, hattoki bu bitta oyatda o'zida. Xullas shunaqa. Endi ketdik. Allazina maf'ulun mudofin ilayh bo'ldi. Bu mudof bo'ldi. Bu bundan badal bo'lyapti. Endi buni silasi an'amta alayhim jumlasi bo'lyapti. An'amta degani sen ne'mat qilgan degani alayhim ularga. Qaysilarga? Alayhim degani mo'nga qaytyapti. Jor majrur mutaalliq an'amtaga bo'lyapti. Ya'ni jor majrur bilasizlar, doim mutaalliq topishligi shart. Mutaalliq topishligi shart bo'lgandan keyin buni mutaallig'i mo'nga bo'ladi. An'amtaga bo'ladi. Mu alayhimniki mag'dubga bo'ladi. Chunki buni noib foili, buni nima deydi? Mahallan noib foil, rof deymiz buni. Alayhim jor majrur noib foil bo'lib turib, rof o'rnida bo'ladi. Noib foil bo'lib turib, tushunyapsizlarmi? Shunaqa bo'lishi mumkin ekan mana. Mag'dubda noib foil bo'ladi. Chunki mag'dubi maf'ul vaznida, maf'ul bo'lyapti chunki bu. Endi g'oyir allazidan nima bo'lyapti? Badal bo'lyapti. Buni alomati kasra bo'lyapti. Ya'ni badal bo'lyapti. Mana shu yerdan bilib olishimiz ham mumkin ekan. Ko'ryapsizlarmi? Allazina mudofun ilayh. Alomati nima? Alomati ko'rinmaydi bu yerda mabni bo'lganligi uchun fi mahalli jar deb turdik. Endi jarlik alomati mana bu zohir qila oladigan, ya'ni alomati zohir bo'ladigan kalimalarda mana kasra turibdi. Bundan badal bo'lganligi uchun g'oyril mag'dubi degani o'sha g'azab kuchraganlardan qasimiz. Voy subhanalloh. Ozgina sabr qilib tursak ekan. Va adashganlarni ham emas, ya'ni g'azabga duchor bo'lganlarni yo'li emas. Mana endi bu yerda vaddolin desa ham bo'lardi. Valaddolin dedi. Nima uchun unaqa dedi? Mana buni ta'kidlab keldi bu yerda. Endi buni zoida litta'kid deb ataymiz. Masalan, g'oyril mag'dubi alayhim vaddolin desa bo'lardi, ya'ni ma'no chiqardi, lekin mana bu la keldi. Nima uchun keldi? Ta'kidlash uchun. Mana ularni ham yo'li kerak emas bizga, adashganlarni ham. G'azabga duchor bo'lganlarni ham, adashganlarni ham yo'li kerak emas bizga vobshe. Bizga faqat ey Robbim, faqatgina o'zing ne'mat qilib bergan insonlarni yo'lini ber, to'g'ri yo'lni ber bizga ey Robbim deb duo qilinyapti bu yerda. Tushunyapsizlarmi? Duo ketyapti. Bizga umuman adashganlarni ham, g'azabga uchrayganlarning yo'lini berma bizga, iltimos. Faqatgina bizga mana shu o'zing ne'mat qilib bergan insonlarni yo'lini bergin, to'g'ri yo'lni bergin Robbim bizga. Ya'ni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin degan ma'noda kelyapti akalar. Xo'p, biz bu yerda ko'rib chiqadigan narsamiz yana nima bor edi? Mustaqimda aytib o'tib ketdim. Undan keyin balog'iy jihatlarini xudo xolasa keyinchalik yana ko'ramiz. Sirot oldinaqalarni aytib berdim. Mag'dubi ism maf'ul bo'ladi, ya'ni g'adabdan, babi farihadan chiqqan bu, g'odibadan chiqqan. Vazni maf'ulda turibdi endi buni. Dolin kelaymiz, jamu dollundan bo'ladi. Bu ism foil bu ham. Dolla yadilludan bo'ladi, ya'ni doroba yadribudan bu ham. Mudaaf fe'l bu. Dolla yadillu. Tushunarli-a? Endi dolla yadillu dolin qanaqa bo'lib qolganligini mencha bilsanglar kerak. Yoki buni ham aytib beraymi? Masalan, dolla yadilluda o'zi dolala yadlilu bo'lgan. Yadlilu ikkita bir jins, nima deydi? Ikkita bir xil jinslar harfi bo'lmay kelganligi uchun uni tashdidlantirib, o'zidan yaddan yadddagi, ya'ni yadlilu lidagi kasrasini o'zidan oldingi d ga olib berib, yadillu qilinganda nima deydi? Tashdid qilishlikka moyil bo'lib qoladi va shu joyda tashdid qilinadi, yadillu bo'lib qoladi. Dotga kasrasini olib beriladi mana shu joyda. Menimcha yetarli bo'ldi deb o'ylayman inshaalloh. Agar tushunmagan narsalar bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, berishinglar mumkin. Xudo xolasa shunaqa tahlil qilib turamiz. Oyatlarda, naqalarda grammatik tahlil qilib turamiz. Siz ham masalan kursingiz qanaqa, darsingiz qanaqa deganlarga kursimiz mana shunaqa qilib o'rgatamiz. 2-kirchikirigacha. Bitta ham harf qolib ketmaydi. Umuman bitta harf qolib ketmaydi. Mana shu qolib ketgan harf bo'lsa, aytinglar, uni ham javob qilamiz inshaalloh o'shanga. Shunaqa akalar.
Xudo xolasa bo'lmasam bugun darsimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zinglarga ehtiyot qilinglar. Grammatikani chuqur o'rganishlikka harakat qilinglar. Chunki chuqur o'rganmasanglar, bularga xato ma'no berib qo'yishinglar mumkin. O'rinlar keladi, masalan, 2 ta yorobni qabul qilib turib narsa qiladigan o'rinlar bo'ladi. Boshqacha tarjima bersa mumkin bo'ladigan, 2-3 xil tarjima chiqadigan holatlar keladi. U ham grammatikaga bog'liq. Grammatikani bilmaydigan bo'lsangiz zavq qila olmaysiz. Hattoki men ko'rib turibsiz, bitta alifta o'zidan qancha ma'no chiqyapti. Ya'ni qanaqa ma'no olib tashlasa bo'ladi buni bitta harfni o'zidan-da. Mana shunaqa jihatlarga e'tibor berishlik kerak. Bularni bilmaydigan bo'lsak, biz yaxshi tushunmaymiz o'qiyotgan kitobni. Tushunarlimi? O'shaning uchun nima deydi, imminni sizlar meni nima deydi, kursimga yozilinglar, sizlarni narsa qilganim yo'q. Kimgadir ma'qul keladi, kimga ma'qul kelmaydi. Ma'qul kelganlarga biz nima deydi, o'qish so'ngida mana shunaqangi natija qila olasiz degan maqsadda ko'rsatamiz, lekin biz imminni bizga unaqa narsa yo'q ekanlar. Biz xolisini qilamiz. Kimgadir ma'qul kelamiz, kimgadir ma'qul kelmaymiz. Ma'qul keladigan bo'lsa, eshigimiz ochiq, bemalol yozishlar mumkin. Mana shu yerda mana shu videoning tagiga описаниеga Telegramni yozib qo'yaman. Telegramdan bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Darslarimizga qabul xudo xolasa ertadan boshlab ochiladi. Xudo xolasa arab tili grammatikasiga start beramiz. Mana shu manhaj bo'yicha ketiladi. Ya'ni hech bir o'qiyab turgan qonun qoidalarimiz, narsalarimiz, o'qiyab turgan jumlalarimizdagi birorta harf, birorta nuqta virgula qolib ketmaydi. Hammasini grammatik tahlilini, ma'nosini ko'rib, ikir-chikirigacha nima deydi? chuqurlashib o'rganamiz inshaalloh. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.